Assalomu alaykum do'stlar, mana hali birov kelmagan joy polya. 10 gektardan ham oshiq joylardi. Sizlarga lola qizg'aldoqlar sayrini top qo'ydim, mana bu tomonlarni, kirkidonlarni ham ko'rsatdim mana. Qo'limizga to'lishini hali birov kelgan yo'q baytlarga. Kelib, dam olib ketishlarini tavsiya beramiz. Bizga obuna bo'lib, yurakchani qizartirib qo'yasizlar mana. Xudo xolasa lolalarimiz bepoyon ochilgan priroda, mana aylanishib ko'rishib yuribdi. Manzilini, lokatsiyasini xudo xolasa Telegram kanaliga tashab qo'yamiz. Telegram kanaldan topolmaganlar aloqaga chiqaverasizlar, o'zimiz aytamiz. Internet yaxshi ishlamay qolyapti. Kelib, dam olib shashlik qilasizlarmi, go'sht qilasizlarmi, osh qilasizlarmi, kelib dam olib ketishlarini tavsiya beramiz. Kelgandan keyin lekin musorlarini tashamay ketasizlar, yig'ishtirib olib ketasizlar. Tabiatni asrashimiz kerak. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlarga faqat zo'rdan zo'rini tavsiya qilamiz. Mana bu tomonlarni ham ko'rsatib qo'ying. Juda ham katta joylarimiz bor mana. Kirkidon suv ombori 2 kilometr tevaroqda Kirkidondan. Sog' bo'lasizlar. Buni hidini qaranglar, hidi o'ta ham go'zallagan. Hidi bor. Aytganimda shu asalli hidi bilan bir qilagan.